Har xil bemor har xil vaziyatda keladi. Kimgadir stress, toshib ketyapti, уже stressga tushgan. Dog'. Odamlarning orasida yurib bo'lmaydi dog' bilan. Ko'pchilik uyaladi. Baribir ishlaydi ko'p ayollarimiz. Odamlar orasiga qo'shilishga uyalishadi. Bir xilla xursand, o'sha yuzini holatini tiklash uchun chiskaligi keladi, xursandchilik ham bo'ladi orada. Bir xilla o'sha yoshim katta bo'lyapti, ajin tushib ketyapti, osilish kuchli bo'lyapti, yosh katta opalarimiz ham kelishadi. Ularda ham tushkunlik, endi qarish belgisi. Buni har doim to'g'ri qabul qilib, pasient bilan chiroyli suhbat qilishimiz kerak. Ularni to'g'ri tushunishimiz kerak va ularga to'g'ri tashxis qo'yishimiz kerak. Ularga nima muolaja to'g'ri keladi. Bizda noto'g'ri muolaja qilib ishlashimiz kerak emas. Unga kerakli bo'lgan muolajani tanlashimiz kerak. Ko'pchilik xato muolaja tanlaydi. Aylanib yuraveradi o'sha. Qaysi kosmetologga borsam yaxshi bo'ladi. Unga bordim bo'lmadi, bunga bordim bo'lmadi. Oxiri sizga keldim deyshadi.